Bugungi kunda jamiyatda ijtimoiy tarmoqlarni, butun internet olamini egallab olib, shirk, bid'at va zalolat masalalari bilan shug'ullanadiganlar chiqqan. Yuzlab fiqh kitoblarimiz bor. Lekin ularning ichidan shirk va bid'at masalalarini izlab ko'ring, deyarli uchratmaysiz. 10 jildlik kitoblarning 1-2 joyida kelgan bo'lsa, unda riyo qasd qilingan bo'lishi mumkin. Ya'ni anavilar aytayotgan shirk hech qayerda yo'q. Biror ishda bid'at paydo bo'lsa, unga hech qanday savob yozilmaydi deyilgan bo'ladi. Shu xolos. Lekin ular nima qilishyapti? Ertadan kechgacha shirklar, bid'atlar bilan, tavassul va qabr masalalari bilan mashg'ul bo'lishyapti. Dinni ma'lum chegara bilan belgilab olib qon to'kishyapti. Islomni ma'lum bir shakl bilan belgilab olib, o'zlaridan boshqacha fikrdagilarni bid'at va zalolatda ayblashyapti. Bularning barchasi qayerdan kelib chiqdi? Bid'at, shirk, kiyim kabi ular chiqargan chegaralarning hammasi hadislarga butunlay yangicha, ilgari hech uchramagan tor fahm bilan yondashish, tajovuz qilish natijasida kelib chiqdi. Bid'at, shirk, kiyim kabi ular chiqargan chegaralarning hammasi hadislarga butunlay yangicha, ilgari hech uchramagan tor fahm bilan yondashish, tajovuz qilish natijasida kelib chiqdi. Bunday holatlar birorta sahoba, birorta tobein, birorta mujtahid imomdan naql qilinmagan.